Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan har doimgidek Komil Usmonqulov va bugungi o'rganadigan darsimiz o'tgan safargi saytimizda endi hammaga osonroq topish uchun domen ulash darsi bo'ladi. Buning uchun bizga har doimgidek o'sha brauzerimiz kerak bo'ladi. Brauzerni ochib olamiz. Brauzerga masalan o'zimni birinchi shaxsiy saytim, o'shani birinchi ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. U qanday ishlaydi, domen o'zi nimaligini. Masalan, o'tgan safargi o'zimni shaxsiy mana bu nomni nusxa olamiz. Va bunga joylaymiz. Mana. Bu nomdan foydalansak, o'sha saytim chiqadi. Hozir darsliklari barcha funksiyalar ishlayapti. Endi domen nima vazifa bajaradi desangiz, mana yangisini ochamiz va shunchaki poyskdan qidiramiz. anfk.uz qidirganingizda xuddi o'sha sayt ochiladi. Faqat men e'tibor beradigan joyi mana bu joyda menda www.anfk.uz bunga o'tsangiz mana farqini tushundingiz. Bu hozir balki qurbonlik bo'layotgandir, chunki bu raqamlar balki sir saqlanishi kerak bo'layotgan narsadir. Mayli. Biz hamma funksiyalar ishlayapti. Endi buni qanday olamiz degan bo'lsangizlar, buning uchun bizga asosan men o'zim foydalanadigan ikkitagina sayt bor. Buni bittasi mana bu billur.com va mana o'sha anfk.uz domenimiz. Domen olish albatta bepul emas, bu pullik hisoblanadi va buni odatda yillik to'lovlar asosida olasiz. Masalan, men olganman 24-fevral 2026-yil va uning tugash sanasi 2027-yilgacha 24-fevralda tugaydi. Hozirgi o'sha holatda aktiv. Xo'sh, buni qanday qilasiz desangiz, masalan mana. Ikkinchi brendim Komil Usmon.dev qo'shsak, qidirganingizda Komil Usmon.dev qidiryapti mana. Va narxi mana 1 yilga 244 ming so'mga tushyapti. Buni 10 yilga ham zakaz qilsangiz bo'ladi. 2,440 ming so'm to'laysiz va добавitda bosasiz. Buni zo'r tomoni bu saytga Payme yoki boshqa ilovalar orqali to'lov amalga oshirasiz va cashback ham olasiz. Keyingi aytadigan narsam bu billur.comdan o'tayotgan joyingizda ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Bunga ham albatta o'sha joyi esdan chiqibdi. Ro'yxatdan o'tayotganingizda pasport nusxalari yoki pasport hujjatlaringizni so'raydi. Sababi ertangi mana shu domen ostida biror narsa nimadirga targ'ib yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, siz javobgar shaxs siz bo'lasiz shu domendan foydalanganingiz uchun. Shu tomonlarga e'tibor berish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Keyin o'tgan safar darsda aytib o'tish esdan chiqdi. Hech qachon DeepSeek yoki ChatGPT boshqanga tokenlar, IP kalitlari, IPK shunga o'xshagan narsalarni hech qachon yuklamang. Yuklash xato fikr. Ular sizdan foydalanishi mumkin. Ikkinchisi Cloudflare, bu global bo'yicha hisoblaydi. Sizga O'zbekiston uchun men o'zim yaxshi deb bilganim shu hisoblanadi. billur.com. Aytib o'tganimdek, butun dunyo bo'yicha har qanday domenni sizga olib beradi. Masalan, qanaqa? Yana qanday saytlar bor masalan? anfk.uz emas, endi .com yozamiz. Masalan, buni global hamma ko'rish uchun anfk.uz emas, aynan anfk.com bo'ladigan bo'lsa, mana 10 yilga 2,270 ming so'm narxda chiqdi. Xo'sh, endi buni ulash tartibi quyidagicha. Domenga o'tamiz. Nastroy o'samiz. Nastroyga joyida DNS degan joy bor. Upravlение DNS. DNS ustiga bosasiz. Va mana shu joyda, mana anfk.na joyida sayt ochilib ketdi.
Bu joyda tahrirlash bor edi. Editsiyoni. Mana bunaqa kaltlar beradi. Ba'zi ochiqdan-ochiq ko'rsatyapman. Kimdir foydalanishi mumkin. Buni o'zgartirish kerakdir balki. Xullas, shunga o'xshagan narsa. Endi, masalan, hozir mana bu domenda boyagi o'tgan safar aytib o'tdim, o'z domeningizni qo'shsangiz bo'ladi deb. Mana hozir menda domen qo'shilgan holatda turibdi. Xo'sh, endi buni shu domenni o'zgartiramiz. Masalan, hozir men bunisi qurbonlik bo'ldi deb bekorga aytmayapman. Buni o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun domensga o'tamiz. Anfga mana hammasi anfga turibdi. Refreshni bosadigan bo'lsak, editni bosamiz, remove'ni bosamiz. Remove'ni bosamiz. Editni bosamiz va remove'ni bosamiz. Bu hozir endi mana buni bitta yangilaymiz. Domen уже admin nima deydi? Domen o'chib ketdi. Bu boyagi anfka.uz qidirganingizda endi hech nima chiqmaydi. Hech qanday sayt yoki boshqa narsalar. Mana bu linkni ostida har doim chiqadi bu bepul darslar anfka saytimiz. Hozir buni boshqa nima deydi? Boshqa bir anonga o'tkazib ko'ramiz saytimizga. Web-sayt yokida. Bu kecha yaqinda bilib qoldim. Shunaqa to'g'risi juda ko'p dasturlar o'qiganman, saytlar yaratganman. Shulardan bittasi kecha logistika bo'yicha yaratganim bor. Trackmaster, ya'ni ro'yxatdan o'tasiz va trackingizni yuk yo'nalishini keyin GPSdan qancha pul aylanishi shunga moslashtirilgan bitta sayt qildim. O'shanga ulaymiz bugun domenni. Domenni ulash uchun addni bosamiz, chunki biz sotib oldik. Bu yerda sotib olish belgilangan. O'sha joyga anfka deb yozamiz. Masalan, o'zingizni domeningiz olgan joyingizga bu. Nomini yozasiz. Anfkani bosasiz. Productionsda turadi. Save'ni bosasiz, saqlashni bosasiz. Domen qo'shildi. Ikkovida ham qo'shildi. Endi mana buni qayta yuklaysiz. Ko'rib turganingizdek, keyinroq ushbu boyaga ko'rsatgan saytim, ya'ni mana bu location sayti mana ikkovi bittada ochildi, ya'ni domen ulandi. Xo'sh, mana bu qismini aytib o'tib ketay. Mana bu qismlari, ya'ni aynatish qismi bu websal.comda beriladi hammasi. Type, title va boshqalari. Bu sizga boyagi saytdan so'rovnoma kelganda builder.com o'sha narsaga javob beradi va bir-birini ulashga yordamlashadigan narsa hisoblanadi. Xo'sh, endi boyagi domenni uladik. Domenni ulayotganda masalan hozir bunga emas, bunga o'tkazayotganda shaxsiyga qaytamiz, bu yerga o'zimni darsliklarimga. Xohlagan bitta domeningiz mana. Domeningiz qo'shayotganingizda masalan yo'q narsa masalan anfka.com ni yozamiz bu safar. Agar ulanmaslik holati yuzaga keladigan bo'lsa, o'zi mana ko'rsatadi. Va mana sizga aytgan type, name va value IP kalit qismlarini kiritasiz. Mana bu value bo'lishi kerak adashmasam. Tushuntira olgan bo'lsam shu. Mana hammasi quyidagicha bo'ladi. 2 marta qo'yasiz, nomni bir marta type'ga yozasiz, ikkinchisida sinema yozasiz. Bular uchun rahmat. Bugungi darsimiz qisqaroq, chunki soddaroq, asosan va ko'proq ketadigan tomoni ro'yxatdan o'tish hisoblanadi. Va o'sha eslatib o'tdik. Agar muammo keladigan bo'lsa, kommentariyalar yozib qoldiring yoki Telegramim, YouTube'ning anonsida turibdi, shapkasida turibdi. Telegramdan bemalol yozsangizlar bo'ladi. Hammaga e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Charchamaysiz.